Bugun kameraga qarab gapirish challenjim 10-kuni. Bugun men 9 kun davomida bo'lgan o'zimdagi o'zgarishlar, ya'ni analiz video qilmoqchiman. Xo'p, o'zimdagi o'zgarishlar va akkauntimdagi o'zgarishlar haqida gapirmoqchiman. O'zimdagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, kamera oldidagi hayajonim ancha kamayib boryapti borgan sari va to'xtab qolishdan umuman qo'rqmayapman. Hozir mana bemalol gapirib turibman. Birinchi kungi video bilan solishtirsa ancha katta farq bor. Xo'p, qilishim kerak bo'lgan ishlar, o'zimdagi kamchiliklar, nutqim ustida ishlash, shemam ustida ishlash va eye contact bilan ishlashim kerak. Chunki o'zimda shu kamchiliklarni ko'rdim va boshqalardan ham shunaqa feedbacklar oldim. Xo'p, akkauntimga keladigan bo'lsak, akkauntimdagi o'zgarishlar mana ko'rib chiqamiz. 120 ta anaqa bilan boshlagan, 120 ta obunachi bilan boshlagandim. Hozir 158 ta. Va ko'rishlar soni bir oy emas, oxirgi oy ko'rsatilgan bu yoqda mana. Xo'p, buni ko'rishlar soni 155 mingta desam bo'ladi. Va hamma menga podpiska bo'lganlarga rahmat kattakon.